Bugun men yana Shavot City'dagi uyimga keldim. Bu yerdagi o'zgarishlarni sizlarga ko'rsatish uchun. Eng birinchi navbatda xilpirab turgan bayrog'imizga nazar solib tursangizlar, Shavot xalqining ertangi kuni bundan ham zo'r bo'lishi haqida bayroqning o'zi sizlarga gapirib berayotgandek seziladi. Hozircha sizlar Shavot City'ning qurilishini birinchi bosqichini ko'rib tursizlar. Keyingi bosqichlari nechik bo'lishini tasavvur qilib ko'rdingizlarmi? Kelajakda Shavotda piyodalar uchun yer osti tunneli, piyodalar uchun yer ustidan kesib o'tuvchi yo'lak, 24/7 ishidon ko'ngilochar maskanlar, hammasi reja bo'yicha, xullas bir gap bilan aytganda Shavot misol Shavot bo'ladi. Ina shunday hamma sharoitlari bor yerdan joy sotib olish ko'pchilikning orzusi bo'lsa kerak. To'g'ri, ba'zi vaqtlarda negativ fikrlar ham bo'lib turadi, lekin vaqti kelib negativ fikr bildiradigan odamlarning fikri o'zgaradi. Siz bilasizmi, Toshkent City qurilishi boshlanganda ko'pchilik xato qidiradi. Hozir kelib Toshkent City'dan joy sotib olish eng qimmat bo'lib qoldi. Shuning uchun agar Shavot City'dan joy sotib olish istangiz bo'lsa, hozir ayni vaqtda. Xolasangiz tayyor joylarimiz bor. Xolasangiz qurilishi endi boshlangan uylarimizdan ham sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Telefon nomerlarimiz ekranda. Ina shu videoni Shavotli yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar.